Men bitta chekib bering. Jinim sen dadangning gapi eshitib o'ylayman. To'g'ri, lekin Agar bitta cheksa hech narsa qilmaydi. bitta chekib. Dadang necha yosh? 70 ga kirdilar. Ha, oz qolibdi. Sari sigaret chekadigan bo'lib qolding, ha? Men buni shu tagingga top bo'ldim. Agar yana shu talg'irga qo'shilganini ko'rsam, tiqib olaman men buni. Tushundingmi? Talg'ir nima o'ynayapsan? Bezbet degan o'yin. Futbol komandalarga pul tikasan, yutsa normalniy soqqa ishlab olasan. Davay, men o'ynayman. Qo'y shuni o'rgatmay senga. Yana dadang voqean cho'p tiqmasin. To'g'ri aytasan, cho'p tiqadi, lekin To'xta. Qaysi komandasan? Real Madrid. Как раз mana bugun Real o'ynaydi. 100 ming tiksang 400 ming ishlab olasan. Serios? Puling bormi? Alo, dada. Ha. Cho'ntagingizdagi pulni olib bezbetga tikib qo'ydim. Qanday ko'rdi seni? Bosh olib chiqib ketyapman endi. Haydasan sen, yana talg'irga qo'shildingmi? O'zi meni hech kimga keragim yo'q, bu uyda ortiqchaman. Talg'irjon bolam, iltimos qilaman sendan. Shu o'g'limdan uzoqroq yur. Otaxon, nahot kerakmi o'g'lingiz menga, ha? Xudoga shukr o'zim bizneslarim bor. O'g'lingizdan boshqa ishim yo'qmi mana? Nima biznesing bor sani? Katta biznesim bor, narsa sotaman. Qarang otaxon, mana Umar. Tagimga 2 ta odam olaman. Bu tagimdagi yana odamlar tagiga tagimiz gullab yashnasa, biznes shuncha zo'r bo'ladi. Piramidami bu? Yo'q, bu archa. Gulla yashna archa degan biznes. Dada, tagiga qo'shilaylik. Zo'r bo'lib ketamiz. Agar qo'shilaman desanglar, bittada zo'r bo'lib ketasizlar. Yana o'zingizlar bilasizlar, o'ylab ko'ringlar. Nerbaklashlar. Tagiga qo'shilaylik bo'yimiz deb san qildi. Men qilmadim, dada. Kim qiladi? Talg'ir qildi-ku. Talg'irga qo'shilsang, qorasi yo'qadi. Kim tagimga qo'shiladi, zo'r biznes bor.